Demek qurilmamiz termodinamik jarayonlarni o'lchashga mo'ljallangan. Eng qiziq tarafi, masalan, men 10 yil ta'limda o'zim o'qiganman, sizlarning davridan boshlab bunaqa qurilma bo'lmagan. Ya'ni biz termodinamik jarayonlar, izobarik, izoxorik, yana nima bor? Izotermik, adiabatik jarayonlarni biz real o'lcholmaganmiz. Tushunyapsizlar? Bu shu narsani real beradigan hisoblanadi, qurilma hisoblanadi. Endi birinchi qurilmamiz CP taqsim CV отношениясini o'lchaydi. Ko'proq qaysi jarayonda keladi? Adiabatik jarayonda keladi o'shani. Bunaqasi taqsimoti. O'tganmisizlar adiabatik jarayon? Nimani anglatadi o'sha CP taqsim CV? Ikkinchisi bu shuni o'lchaydi, birinchi kolba. Ikkinchi kolba izobarik jarayon o'lchaydi. Izobarik jarayon qanaqa jarayon? Bosim o'zgaradi. Nima bilan nima o'zgaradi? Hajmning temperaturaga taqsimoti doim o'zgarmas bo'ladi, to'g'rimi? E1 taqsim T1 barobar E2 taqsim T2. Uchinchi jarayon nima ekan? Izoxorik bilan izotermik. Ikkalasi uchinchi kolbada o'lchanadi. Endi texnik xavfsizlik qoidalari. Birinchi xavfsizlik, bu yerdagi eng nozik narsa nimadir? Bosim. Chunki qizdirganda, boshqa qilganda, o'qiganda eng xavfli narsa nima bo'ladi? Bosimni katta ketishi. Shuning uchun eng chegaraviy bosim doim o'zi qoida bo'yicha 100 kilopascal, talabalar uchun 50 kilopascal, amaliyot uchun 30 kilopascal. Tushundinglar? Amaliyot qilmoqchisizlar, prosta o'lchadi. Yaxshi natija olmoqchisizlar, o'zi 30 dan oshirmaslik kerak. Chunki 30 da qayerdir yo'q kuyib qolsa, bo'ylash olib ketish mumkin. Atak qayergacha oshirish mumkin? Atmosfera bosimigacha, ya'ni 100 kilopaskalgacha qilish mumkin. Chegaraviy holat. Tushundinglar? Sizlar qilmaysizlar. Endi birinchisi bugun ko'radiganimiz ikkita jarayonni bajarilish tartibini ko'ramiz. Birinchisi izotermik jarayonni ko'ramiz, ikkinchisi izobarik jarayonni ko'ramiz. Izoxorik bilan adiabatik jarayonlarni keyingi safar ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchi manbani yoqamiz. Izotermikdan boshlaymiz. Izotermikni boshlash uchun doim nima turishi kerak mana bu taraf? T1 da turishi kerak. Kolbani ko'tarib olamiz tepa qismgacha. Bu bizga nima beradi? Bu bizga hajmning o'zgarish qismini beradi. Chegaraviy holat 18. Bizga gidayda mana shuni mana chizig'i bo'yicha 12 ga qo'yib olsak bo'ladi. Endi savol bu nima? Kolbaning balandligi, to'g'rimi? Lekin izotermik jarayonda nima ishlatiladi? Temperatura o'zgartirilmaydi. Balandlik ishlatiladimi yo hajm ishlatiladi? Hajm. Nega biz balandlik ishlatyapmiz? Bor, to'g'rimi? Nimada? Hujumli balandlik. H bilan ham belgilashadi. Mana H. Bizga izotermik jarayonda qanaqa formula keladi? Hajm. Silindrdagi nima? Silindrdagi asosda balandlikni ko'paytirgan. Asosning balandlikni ko'paytiruvchi, to'g'rimi? Yoki asosi nima? Pi kvadrat taqsim h. Endi savol. Biz E1 taqsim E2 qildik. Misol uchun. Bu yerda nima bo'ladi? T1 taqsim T2 bo'ladi. Endi savol, E1 ning o'rniga men mana buni qo'yib yubordim. E2 ning o'rniga mana buni qo'yib yubordim. Nima ko'rinishi bo'ladi? Qaraylik. S1 H1, ikkinchisi nima? S2 H2. Endi savol. Shu kolbaning nimasi bir-biriga teng? Balandlik o'zgaradi. Doim nima o'zgarmaydi? Demak, yuzi o'zgarmaydi. Shunda
bu kolba uchun S1 bilan S2 nima ekan? Teng. Nima bo'ladi? Qisqarib ketadi. Shunda mana bu ifoda, yoki bu ifodani o'rnidagi M1 bilan M2 ning o'rniga bemalol nima qo'ysak bo'ladi? H1 bilan H2 ni qo'ysak bo'lar ekan. Tushundinglar? Shuning uchun hajmni olmasdan birdan balandlikda olib ketaversa ham nima bo'lar ekan? Bo'ladi. Demak, o'lchashlar qanaqa bo'ladi? Birinchi o'rinda boshlang'ich holat keltirib olishimiz kerak. Boshlang'ich holat keltirish uchun biz kolbani ichini ochib, ichini nimaga tenglaymiz? Atmosfera bosimiga tenglaymiz. Mana bu yoqdan ochiladi. Tushundinglar mana? Bunday qilib turib ochasizlar. Demak, hozir kirdi atmosfera bosimi, harorati, mana xona haroratida bo'lishi kerak. Endi bajarguncha nima qilamiz? Yopamiz. E'tibor beriladigan joy, odatda buni datchiki doim past bo'ladi. Ishla olishga tushishimni bilmayman, xona haroratini o'lchamagan bo'ladi. Shuning uchun birdan yoqib turib, birdan izotermikka o'tib ketsa, ya'ni xona haroratiga tenglanmasdan o'tib ketsa, nima chiqaradi? Xatolik chiqaradi. Shuning uchun ozroq mana buni ochib, bir 4, 5 yoki 2-3 minut nima qilish kerak? Boshlang'ich holatga to'liq kelib olishini kutishimiz kerak. Demak, kelib oldi deb faraz qilamiz. O'zi kelgan mana xona harorati 20 gradus atrofida, mana bu kursda. Demak, nima qilamiz? Buni yopamiz. Buni yopdik. Endi o'lchash ishlari har 1 santimetrga tushirgan vaqti, har 1 santimetrga tushirgan vaqtda temperatura va bosim o'zgarishini yozib olamiz. Tushundingizmi? Lekin bu yerdagi nozik nyans muhim joyi, tushirguncha juda sekinlik bilan tushirish kerak. Nima uchun? Agar tez tushirsa, qaysi jarayonga o'tib ketadi? Adiabatik jarayonga o'tib ketadi. Adiabatik jarayon qanaqa? Gaz siqilganning hisobiga, qizib turib, temperatura oshib ketishi. Ya'ni temperaturani o'zgartirib qo'yamiz. Tushundingizmi? Shuning uchun sharti nima ekan? Sekinlik bilan tushirsak, temperatura maksimal o'zining konstantaligini, ya'ni doimiyligini saqlaydi. Demak, tushiramiz, qaranglar. Boshlang'ich holatdan yozib oldik, ketdi. Sekin-sekin tushirish kerak. Sekin tushiryaptimi yo'qmi, qayerdan bilamiz? Mana buni jiddiy o'zgaryaptimi yo'qmi? Agar bu jiddiy o'zgarayotgan bo'lsa, demak, o'sha tajriba xatolikka qarab ketayotgan bo'ladi. Maksimal o'zgarmay turishi kerak. Tushundingizmi? Nima o'zgarishi kerak? Bosim oshib chiqishi kerak. Hali bosim chiqqan yo'q. Mana 17 dan qayerga ketyapman? 16 ga qarab ketyapman. Bosim chiqa boshladi, gradus nima qilyapti? O'zgarmayapti. Demak, biz hozir izotermik jarayonni real ko'ryapmiz. Demak, mana 16 ga olib keldik. Nima bo'ldi? L1 ma'lum, L2 ma'lum, to'g'rimi? P1 ma'lum, P2 ma'lum. Gradus o'zgarmadi. Bitta oldinglar natija. Nima qilamiz endi? 2-3 minut kutamiz. Moslashib olish uchun, joyiga kelib olish uchun, ya'ni tizim muvozanatga kirib olish uchun. Endi yana 16 dan 1 ga tushiramiz. Xuddi shunday qilib 4 ta natija olamiz. 17 dan 16 ga tushirdik. Bitta natija kutamiz. 16 dan 15 ga bitta natija, 15 dan 14 ga bitta natija, kerak bo'lsa 14 dan 13 ga bitta natija. Yana tushiramiz sekinlik bilan. Ko'ryapsizlar, bosim o'zgaryaptimi? Nima qilyapti bosim? Ortadi. Nima uchun ortyapti? Havo siqilyapti. Havo izotermik ravishda siqilyapti. Shuning uchun gaz qizimas turib, ichidagi gaz nima bo'lyapti? Bosim oshyapti. Shundaylar 16-15 kelyaptimi? Mana shunaqa sekin tushirasizlar. Izotermik jarayonni buzib qo'ymaslik uchun. Tezlashding, izotermik buzildi, xatolik kattaradi. Haroratdan sekin ko'tariladi. Mana sekin ko'tarilishi men ozroq tez qilib qo'yayotganimni ifodalaydi. Harorat qo'ldan kelgancha ko'tarilmasi kerak. Chunki bosayotgan vaqtda gaz qizib qolyapti-da. Ishqalanish hisobiga.
Mana 15 ga. Shuning uchun mana sizlar buraguncha juda sekinlik bilan burasizlar. Mana 15 ga oldi. Hamma shunda olish tartibini to'rtmarta olar ekanmiz. Natijani jadvalga qo'yamiz va mana bu formula, o'sha izotermik formulalarga qo'yib, nimani tekshiramiz? Qanchalik qonunga keldik, xatoligi qancha? O'shani o'lchaymiz. Shundaylar. Endi mana buni mana tezlashgan versiyasini ko'rsataman. O'zi ko'rsatish kerak emas uncha. Ko'rsatsa nima bo'ladi? Demak, men tezlashtiryapman. Nima jarayon bo'ldi? O'zi adabiyotga jarayon bo'ldi. Mana o'zi chegaragacha yetib keldi mana. O'zi 50 kilopascal. Normalniy pascal degan. To'g'ri? Yana oshiraversa, bu o'tib borishi mumkin, qaysidir sistema o'tib borishi mumkin. Bosimni jiddiyligini mana buni ochgandan ham bilsa bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Yana qancha kattartirsa, shuncha oshib ketaveradi. Demak, nima qilish kerak ekan? O'z qoidasi bo'yicha xavfsizlikka amal qilib, izotermik jarayonni o'zini o'lchash kerak. Kimda nima savol bor? Shu jarayon bajarilishi bo'yicha. Tushunarli? Endi dostib qanaqa olasizlar? Dostib birinchi izotermik jarayonni gapirib berasizlar. Nima jarayon, kak, gida, kuda, ha? Keyin bajarish tartibini aytib berasizlar. Hammasini noldan boshigacha, undan keyin dostib olasizlar bajarishni. Xo'p, endi izobarik jarayonga o'tamiz. Izobarik jarayon o'tishimiz uchun bizga T2 kerak bo'ladi. Shuning uchun mana pastki qismga o'tib olamiz. Nima? T1 bu yerda ulangan datchik, T2 mana bu yoqda ulangan datchik. Biz izobarikka o'tayotganimiz uchun ikkinchi kolba bo'lgani uchun mana pastki datchikka o'tib oldik. Pastki datchik 17 gradus ko'rsatadi. Nima uchun? Hali datchik o'lchashga tushmagan. Xona harorati necha? 20. Tushimiz kerak 20 gacha. Buni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Endi bajarish tartibi qanaqa? Bu spiral ichida nima bor? Havo bor, to'g'rimi? Biz havoda nima qilishimiz kerak izobarik jarayonda? Izobarik jarayon nima bo'ladi? Bosim konstanti nimada? Qonuniyati? Ha? Ama izotermikda qanday chiqiladi bo'lsa? Izotermikda nima? Ha? Ha, T1 bunday nima aytdinglar? T1 aytdinglar? T1 aytdinglar? Ha, sharmandalar. Hech kim to'g'rilamagan. To'g'rimi? Endi videoga nima bo'ladi? Domila bilmaygan deydi. Nima bo'ladi o'rniga? Nima bilan nimani? Konstantasi. P bilan V konstantasi. Demak, P1, V1, P2, V2. Bundan nima kelib chiqadi? P1, L1, P2, L2. L1'imiz bormi? Izotermikda bor. L2'miz-chi? Qaysida? Sekin-sekin tushirdik-ki. T1 ham bormi? Bor. P2 ham bormi? Bor. Nechta jarayonni ketaveradi? Shundaylarmi? Hozir. Endi bu yerda ham xuddi shunday bo'ladimi? Hajmlarni ko'rdik-a. O'rniga nima qo'yib yuborsak bo'lar ekan? Balandlik. Balandlik. Nima uchun qo'yib yuboryapmiz? Yuza teng bo'lgan. Yuza o'zgarmas. Asos o'zgarmas bo'lgani uchun. Demak, H1 nima? T1, H2 nima ekan? T2 silindr yuza bo'lgani uchun, to'g'rimi? Endi qaranglar. Bizga nima kerak? Issiqlik kerak. To'g'rimi? T1, T2. Biza havoni qanaqa qilishimiz hozir? O'sha ichidagi ma'lum hajmdagi havoni qanaqa qilishimiz? O'sha uchun biz mana bu endan foydalanamiz, suvdan foydalanamiz. Tushundinglar? Suvda isitamiz, masalan 50 gradus olamiz, buni 50 gradusgacha isitamiz. Qiziyotibdi deyman. 50 gradus isitgandan keyin mana buni ichiga qo'yamiz. Hidrolikda 10 dan baland bo'lishi kerak. Eng chegaraviy qatlam 10, 10 dan baland bo'lishi kerak. 15, 17 oralig'ida. Qaysidir tanlaymiz? O'sha gradusi bilan birga. Birinchi shu, ikkinchi ish, buni suvni olib tashlaymiz. Keyingi pastroq gradus olamiz. Va balandlikni 5-10 mm
farqi bilan. Masalan, 12 rovna 12 sm oldingmi? Keyingisi nechi bo'ladi? 12.10 yoki 12.20 sm bo'ladi. 12.2. Shundaymi? Endi bu yerdagi savol suvni qanaqa qilib o'lchaymiz? Suvni o'lchaydigan narsa. Kasal bo'lganmisizlar? Chiqqanmisizlar? Shuni okasi hisoblanadi. Faqat bu qanaqa termometr? Texniskiy, suvniki emas. Любой narsa. Buni sezgirligi juda yuqori. Mana hozir birdan xona haroratida turibman. Shu qo'limni ushlashim bilan shu ko'tarilib ketishni boshlaydi. Issiqlikni birdan oladi. Demak, biz suvni qanday o'lchaymiz? Bizga mana nechi kerak? 50 kerak. Suvni aylantirib turib, mana bunday qarab, necha o'lchab olishimiz kerak? 50. Mana shuni o'zi 40 ekan. Bizga 50 kerak. Shuning uchun nima qilamiz? Qizdiramiz. Sharti qizdirguncha shuni 50 urishi bilan ko'tarishimiz kerak. Nima uchun? Oshib ketadi. Osh bo'lsa xatoligimiz katta chiqadi. Hozir mana buniki 40 lar chiqdi. Shundaylar 40 lar chiqdi. Men qo'yaman. Yoqdim. Endi savol. Ichini tiqib turishim to'g'rimi, noto'g'rimi? Nima qilishim kerak? Nimaga? Demak, issiqlik noto'g'ri taqsimlanadi. Aylantirib tursam, nima bo'ladi? Suvni asl anaqasi bo'ladi. Mana o'zi 40 dan oshyapti. Tavsiya qilingan gradus 60 gacha. Bundan u yog'i bunaqaga ta'sir qilishi mumkin. Spiralga. Mana 50 mana 50 bo'ldi. Reska olasan. Shunday. Endi buni bunday ko'tarsang ko'ra olmaysan. Chunki bu nima tushib ketadi birdan. Xonaga moslashyapti-da. Shundaylar mana 50 da oldik. Akacha qo'yamiz. 15 gacha. Hozir qo'ysam bo'ladimi? Nima bo'lsa? Hajm shekilli og'zi. Aha, demak nima qilish kerak? Og'zini yopish kerak. Oqib ketadi bo'lsa. Mana yopdik. Demak, solishni boshlaymiz. Nima ko'rinadi? Mana 12 bo'ldi. Qo'ygandan keyin, demak mana shu 60. Nimaga 60 bo'lmadi? 50. Biz maksimal 60 gacha. O'zi necha o'lchadi? 50 mi? O'zi ichkari ham sovuqroq-ku. Shuni sovugiga tushadi. Ha, u ham sovugiga to'xtatadi. Demak, mana harorat moslashni o'qildi. Biz kutamiz hozirroq. Ha? Nima uchun? Ichidagi anaqalar bo'lsa, ko'paycha balobatlarchalar bo'ladi. Chiqarib olayotgan rovna olasan. Qarab. Mana 12 ekan bu. 12 1 ekan. Shundaylar, men yozamiz shuni. Demak, bunaqamizda L 1 12 1 santimetr. Shunday. Demak, necha minut kutamiz? 2 minut kutamiz. Nima uchun? 2-3 minut. Ko'payib chiqish uchun yana nima uchun? Harorat harorat muvozanat kelish uchun mana shu ichida. Hozir mana spiral ichidagi harorat deyarli nimaga teng? Mana shunga. Shundaylar. Kutamiz. 2 minut, 1 minut kutamiz. Endi mana taxminan kutdik deylik. Yozib olamiz. Tayyor nima ekan? Ha? 45. Nima? 45 gradus Selsius. Xo'p, endi nima qilamiz? Suvni chiqarib yuboramiz. Shundaylarmi? Kirish qiyinchi. Suv chiqishini ko'rmaganmisan? Ha? Har kun chuqaga yugurasan, ko'rmaganmisan? Bundan harorat kamroq olish uchun
Yaxshiroq suv kerak. To'g'rimi? Gradus. Ha, o'zi issiq. Xo'p, o'lchaymiz. Termometr bilan. Ha? Necha ekanligi? Xo'p, buniki mana 40 ga yaqin ekan. Bo'ladi. Lekin orasi 20 gradusda yaxshiroq bo'ladi. Shundaymi? Mana 40 oldingmi? 20. Nima qilasan? Ha? Mana 40 bo'ladi. 40 ta oldik. Nima qilamiz buni endi? Qanchaga solamiz? 12 nechi? 20 lar. Nimaga buni 20 gradus farq bilan olishimiz kerak? Kim nima deydi? Yo'q, nima uchun? Chunki bu ichi issiq-ku o'zi. Orasi katta bo'lsa va issiqlikda anaqa farq kichrayadi. Orasi juda yaqin bo'lsa, 40 ta olmang, 35 oling. 40 xil bo'lib ketib qoladi. Chunki ichidagi issiqlik hali parlab ketgani yo'q, tashqariga chiqib ketgani yo'q. Shundaylar? Harorat pasaygandan ko'payib boradi. Biz hozir necha gradus bilan oldik farqni? Bu ko'payib ketib qoladi. Demak, olamiz ozgina. Ha, necha olishimiz kerak? 12, 20 olish kerak. Ozgina. Bo'ladi. 35 gradus nolni. Aha, endi sal tutamiz. Oson ekanmi? Eng osonlaridan biri. 12, 20. Tekkichi 35. o'zgarmadimi? 32. Ko'tarilyaptimi? O'sha 1 gradus ham hal qilib qo'yadi. Digoring bir ko'rsatma. 35 u 1. Yana 35 u 1ligini qayerdan bilasan? 2-3 minut kutganingdan keyin olishing kerak. Tavakkal 35 u 1. Voy, nechi chiqdi birinchi? Endi 1 bo'ldi. 45 dan oldin birinchi qilgan vaqtimiz. 42 midi? 1dan 1,5 tashlab bor. Bu ham tushadi. Tushyaptimi? 35 bo'ldi. Ana shu natija asosida xatoligini ko'rasizlar. Qani, o'sha nazoriyatga amaliyot qanchalik to'g'ri keldi. Endi savol, nima joylarda xatolik bo'lishi mumkin? Biza insoniy xatolikda. Nazariyada. Hajm oshib ketishi mumkin, to'g'rimi? Gradusda kutmay tura olishimiz mumkin. Mana o'zi 34.9 chiqdi. Yana nima qilishimiz mumkin? O'ylayman, 2-3 kutamizda 1,5 minut bo'ldi, birdan boshlab ketdi. Vaqtdan. Ana shunaqa xatoliklar yig'iladida, oxiri nima bo'ladi? Borib, xatolik katta keladi. Hozir biza mana shuni, mana bu Boyle Marriott qonunlari borki, mana bular. Qanaqa qilib olingan deb o'ylaysiz? Xuddi shunaqa tajriba o'tkazgan, xatolikdan juda kamaytirgan, 7-8-9 marta olgan, oxirida mashinaga bog'lashga chiqqan. Va o'zini qonunni kashf qilgan. Tushundinglar? Biza hozir o'qiydigan narsa tajribadan kelgan. Biza tajribadan kelib qonun chiqardi, biza qonunni o'qib, endi tajribaga boramiz. Tushundinglar? O'zi tajribadan kelgan bu hamma. Ana endi oxirgi yakunlash mana natijani 37 ta 4 chiqdi. Ko'rdingizmi? 34 7. Orasida jiddiy farq bor. 34 7. Endi buni olish hamma suvni akkuratlik qilib olasizlar. Ha? O'chirish jarayoni. Nima qilish kerak? Обязательно suvni chiqarib olasizlar, ochiq turish kerak, qorlarni chiqarish kerak. Mana hamma jarayon. Nima qilamiz? Manbani o'chiramiz. To'kidan sug'uramiz. Joyiga qo'yib qo'yamiz. Va mana shu asosda ishlab kelamiz.